aka, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'sha Xudoning video YouTube'ga tayyorlaymiz. O'zgana bir gapirib o'ting qani. Sizlar qayerda bo'lasiz O'zbekistondan, ha? O'zbekistonda Andijon degan oblastda. Ha. Hajga chiqdik. Umraga chiqdilaringizmi? Hajga. Katta hajga, Haji Akbarga chiqdilaringiz, ha? Alloh safarlaringizni bexatar qilsin. Chiqqanimizga, uydan chiqqanimizga. Aha. Sonrasi ketib boramiz, oz qoldi bu yoqda. Mana bugun Tojikistondan chiqib olsak, yo'q oz qoladi. Ha, inshaalloh safarlaringiz bexatar bo'lsin. Amaki oldin sizlarni biz ko'rib, inshaalloh qalbimizga o'sha qizig'ish hosil bo'ldi-da, nasib qilsa vasalni boramiz degan bolalar bor. Lekin hali bizlardan vasalni borgan yo'q. Sizlardan ko'p internetda ko'ramiz, vasalni boradi. Xudo xolasa niyat yaxshi, Alloh o'zi yengillik beradi. Ha, inshaalloh. Aslında yaxshi bo'ladi, yengillik bo'lib ketadi. Yo'lingiz ochilaveradi-da. Ha, inshaalloh harakat qilsangiz bo'ladi. Tavakkal qilib Allohga qilib chiqaver. Yo'q. 28 ga kirganman. 28 ga kirdingizmi? Siz birinchi borishingiz, ha? Xudo xolasa. Ha, yaxshi. Gap yo'q. Bu odamlar Ha, inshaalloh, xudomiz. Hazina